Mstители Dinastiya Kang, ya'ni Qasoskorlar Kang sulolasi filmi bekor qilindi va uning o'rniga Marvel biz sevgan Robert Downey Jr. ijrosida Doomsday, ya'ni Qasoskorlar qiyomat kuni filmini taqdim etishini bildirdi. Va bu bir necha yillardan beri Marvel yuz tutayotgan muvaffaqiyatsizliklar tufayli sifatli filmdan umidimizni uzgan biz muxlislarga kichkina bo'lsa-da yorug'likni qaytardi. Ammo bu bir savolni yuzaga keltiradi. Mana bu sahna bilan nima bo'ladi? Bunday iqtibosli sahnalar Marvel kino olamida yetarlicha. Bugun biz sizlar bilan o'shalarning eng kattalarini ko'rib chiqishga va o'z taxminlarimizni berishga urinib ko'ramiz. Kang rolini ijro etgan Jonathan Majors shantaj qurboni bo'lgach, Marvel ushbu personaj bilan qilingan rejalardan voz kechishini aytib, kino olamidagi so'nggi fazada bo'lib o'tgan ko'plab film va seriallarda berilgan bog'liqliklar va iqtiboslarni puchga chiqarib qo'ydi. Bulardan eng kattalaridan biri bu o'sha yuqorida aytilgan Kangning cheksiz versiyalari. Kang sulolasi filmiga shu darajada umid qilishgandiki, Loki serialida ham Kanglar urushiga juda katta urg'u berilgan. Hozirgi kunda ba'zi mishmishlar tarqalishga ulgurdi. Ularga ko'ra, kelasi ikki Qasoskorlar filmining asosiy yovuz qahramoni Dr. Doom Kanglar to'planib turgan joyga borib, shunchaki osonlik bilan barchasini yo'q qilib tashlaydi va shu bilan Kangga bog'langan barcha bog'liqliklar yo'qoladi. Lekin shu vaqtgacha bizga Kang personajini juda kuchli personaj deb ishontirib kelishgan. Garchi biz bunga ishonmasak ham. Mening fikrimcha, qayta Kang personajiga boylangan serial va filmlarning muvaffaqiyatsizlikka uchrashidan so'ng Marvel studiyasiga shunchaki rejalarni bir yangilab olish uchun bahona kerak bo'lgan. Mening fikrimga menimcha ko'pchilik qo'shiladi. Jonathan Majorsning bir qiz bilan bo'lgan mojarosi esa ularga ayni muddao bo'ldi. Xuddiki bizning aybimiz yo'q, barchasiga Majors aybdor, biz qilmoqchi edik, Majors esa chakib qo'ydi. Lekin agar bu qarorga boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu odamni xursand qiladi, chunki Kang personaji uncha ko'pchilik ko'nglidan chiqmadi. Robert Downeyni esa juda ko'pchilik sevishadi. Endi esa mening sevimli savolimga o'tamiz. La'nat Vision qayerga ketdi? Biz original Visionni so'nggi marotaba Qasoskorlar Endgame filmida ko'rganmiz. Unda Thanos cheksizlik toshini Visionning peshonasidan o'pirib olgan edi. So'ngra WandaVision seriali. Qayerdan Vision paydo bo'lib qoldi? Va nega retro? Bu savollarga biz serial davomida javob topdik. Unga ko'ra bizga ko'rsatilayotgan Vision bu Wanda tomonidan yaratilgan soxta Vision. Haqiqiy Vision tanasi bilan esa olimlar yangi robot yasashgan. Ammo serial so'ngiga yaqin soxta Vision original Visiondan yasalgan robotga Vision xotirasini qaytaradi. Va uning qilgan ishi esa Vision tog'ov, qayerga ketdingiz? Sizni bitta xotiningizni bitta yalmog'iz tepkilayapti. Yo'q, bu bilan uning ishi yo'q. Shu bilan soxta Vision yo'q bo'lib ketdi. Wanda esa alamidan multi olamlar bo'ylab Illuminatorlardan spagetti tayyorlab yuribdi. Sizda ham shunaqa fikrmi? Agar Vision ketvormaganida, mayli ketsa ham qanchadir muddatdan keyin Wanda yoniga qaytib kelganida, Wanda bunchalik to'polon qilmasdi. Ha, mayli. Visionda bunga arzigulik bahona tayyor deb umid qilamiz. Aytgancha, bahona deganda, yaqinda Disneyning ishchilaridan biri o'z oyligi va boshliqlarining yaxshi emasligidan noroziligi tufayli Marvelning kelgusi proyektlarining konsept artlarini tarqatib yuborgan edi. Buni menimcha qayerlardadir eshitgansiz yoki ko'rgansiz. O'sha artlardan birida Vision yulduzlar lordi Quill bilan birga o'tirganini ko'rishimiz mumkin. Bundan kelib chiqadiki, Marvel studiyasi Vision personajini mutlaqo unutgani yo'q va kelgusi proyektlarda undan foydalanishni o'ylayapti. Eslatib o'tamiz, Quill Galaktika qo'riqchilari filmining so'nggi qismida yerga qaytib kelgan edi. Keyingi javobsiz qolgan bog'liqlik Shang-Chi va 10 uzuk. Shang-Chi filmida juda katta ikkita bog'liqlik yoki iqtibos, bunga qanday qarashingizga bog'liq, mavjud edi. Ulardan biri Wong va Abomination jang sahnasi. Ammo biz bunga javobni She-Hulk serialida olganmiz. Ikkinchisi esa titrlardan keyingi sahna. Unga ko'ra Shang-Chi 10 uzukni ishlatganida 10 uzuk butun galaktika bo'ylab signal tarqatishni boshlagan. Lekin bu qanday oqibatga olib kelganini esa haligacha bilmaymiz. Balki bu savolga javobni Doomsdayda olarmiz degan umiddamiz. Keyingi savol esa qasoskorlardan kimlar qoldi va kim hozir
qasoskorlik qilyapti. Agar aynan qasoskorlar unvoniga ega qahramonlarni qaraydigan bo'lsak, ular deyarli qolmagan desa ham bo'ladi. Birinchi navbatda Sam Wilson Kapitan Amerika unvonida, Lochin Ko'z Hulk va Peter Parker, ammo uni hech kim tanimaydi. Qasoskor unvoniga ega bo'lmagan, ammo avvaldan bizning ko'nglimizdan joy olgan qahramonlar esa yetarlicha deyishimiz mumkin. Bular Doctor Strange, Kapitan Marvel, Shang-Chi, Chumoli Odam, Moon Knight va boshqalar. Shang-Chi filmining titrlaridan keyingi sahnasida biz ba'zi qahramonlar qonuniy qasoskorlar tituli bilan bo'lmasa-da, bir-biri bilan maslahatlashib, bir-biri bilan doimo aloqada ekanligiga guvoh bo'ldik. Shu paytda o'rinli savol tug'iladi. Qo'shtirnoq, qasoskorlar o'rnini kim egallaydi? Yosh qasoskorlar jamoasini tuzish rejasi Marvelda avvaldan mavjud bo'lgan va bu guruhga hozirda yetarlicha a'zolar film va seriallarda ko'rinish berishdi. Bular qanchalik yomon ko'rsak ham Miss Marvel, Kate Bishop, Vandaning bolalari, ular qaytganini biz bu barchasi Agatha serialida ko'rdik. Va Casey Lang bu personajni Chumoli Odam Quantumania filmida yaxshiroq tanib oldik. Va buni yaqinda tarqab ketgan konsept artlardan biri tasdiqlaydi. Biz bu artda Wong, Yulduzlar Lordi va hozir keltirilgan personajlarni ko'rishimiz mumkin. Agar bu artga ishonadigan bo'lsak, ushbu guruhga Wong va Yulduzlar Lordi boshchilik qilishadi. Mening fikrimcha, Wong bunga arziydigan personaj. Yetmaganiga bizda Thunderbolts bor. Yaqinda chiqadigan Momaqaldiroqlar filmi treylerida qasoskorlar qaytishmaydi so'ziga juda katta urg'u berilgan va omadsiz anti-qahramonlardan tuzilgan jamoa ko'rsatilgan. Bu guruhda Natasha Romanovning singlisi Yelena Belova, yamay qolgan Kapitan Amerika Walker, Natashaning o'gay otasi Qizil qo'riqchi, Ruh, Bob va qishki askar. Qishki askar uchun omadsiz anti-qahramon sifatini hozirgi kunda ishlatmagan bo'lardim. Keyingi savolga o'tishdan oldin sizlarni Telegram kanaliga taklif qilmoqchiman. U yerda film yangiliklari va kadr orti qiziqlari tashlab boriladi. Havola pastda yoki mana bu QR kod orqali o'tishingiz mumkin. Keyingi savol esa Gerkules nega kerak edi? Biz Thor, Sevgi va Momaqaldiroq filmining titrlaridan keyingi sahnasida Zeus o'lmaganini va u Gerkulesni chaqirganini ko'rganmiz. Ammo shundan beri biz bu personajni hali ko'rganimizcha yo'q. Doomsday'ning ham aktyorlar tarkibida uni namoyish etishganicha yo'q menimcha. Yoki kelgusi proyektlarda ko'rsatishadi yoki Abadiylar filmi titrlaridan keyingi sahnasidagi Thanosning ukasi kabi shunchaki unutiladi. Nima bo'lganda ham biz bu savollarga javob topishni istaymiz. Sizda yana qanaqa qiziqarli savollar qoldi? Izohlarda yozib qoldiring, kanalga obuna bo'ling. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamang.